Çayxanası söhbetleri programmasındaki aziz ko'rganlari, bugun 2026 7 ayning 13 kuni dushanba bugungi Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasida huzuringlarda bugun intayin muhim bo'lgan bir tema haqida Nurgul xonim bilan suhbat etib boramiz. Ya'ni Xitoyniki bu yil 3 ayning 12 kuni Xitoy mamlakati qurultoyi doim qatnashish yig'inida o'tirib qo'yib 7 ayning 1idan boshlab ijro qiladigan Millatlar Ittifoqini ilgari surish qonuni haqida suhbat etib boramiz. Bugungi suhbatimiz faqatla Xitoyniki bu Millatlar Ittifoqini ilgari surish qonunidagi nimalar yozilgan shu moddalar bo'yicha tunishtiramiz. Shuni analiz qilamiz. Buning uchun bu qonun boshdan oxiri ko'rib chiqqan bu yo'lda izlangan Nurgul Saud xonimni ekranga taklif qildim. Assalomu alaykum, hurmatli Nurgul Saud xonim, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydon qatnashganingiz rahmat aytma. Va alaykum assalom. Ekran oldi qarindoshlar, Abdulg'ani enimiz, sizga ko'p rahmat. Mushu sahnani bizga tayyor qilib, o'zingiz nurg'un qiyinchiliklarga duch kelsangiz, shu qiyinchiliklarni yengib davomliqdagidek tirishib bir erkin o'zimizning ovozini chiqara oladigan sahna tayyorlab berganingiz hamda shuning uchun men alayda rahmatimni bildiraman. Chunki bundaq davomliq muntazam holda shuni davomlashtirish yana birsi qiyinchilikqa duch kelganda men bel qo'yib yetmashni yana davomliqdagidek ilib menishning o'zimi bir nurg'un g'ayrat, shijoat talab qiladi-chu. Men sizning qiyinchiligingizni ko'rib turyapman, lekin siz hargiz bel qo'yib yetmay yana qaytib uningki o'ngshaydigan yerni o'ngshab, buzuytilgan yoki buzg'unchilik uchragan yer bo'lsa, uni yana qayta o'ngshab, yana shu o'zingizniki Uyg'ur choyxonasi sayibingizni davomlashtirayotganligingizni ko'rib turyapmiz. Men shaxsan o'zim bu sayibingizni haqiqatan qo'llayman. Shundoq bir erkin, hech kim hech qanday to'sqinga uchramay, bizning xalqimizning orasiga o'zimizning ovozimizni, o'zimizning o'ylaganlarimizni o'rtoqlasha oladigan shundoq bir betaraf saynaning bo'lganligi bizning haqiqiy erkinlik deymiz. Shundoq to'sqinga uchramay o'zimizning ideyamizni o'tirib qo'ya oladigan, hech qanday cheklanib uchramaydigan shundoq bir saybining bo'lishning o'zimi demokratiyaning haqiqiy ma'nosini biz o'zimiz o'z harakatimiz bilan ifodalagan bo'lamiz-chu. Shu sababdan men bu yerda qisqa bir o'tirib qo'yadigan narsam, yana qiyinchilik uchraysiz, yana buzg'unchilik uchraysiz. Buni 10 yildan beri ko'rib keryapmiz. Hargiz bel qo'yib yetmang. Rahmat Mushi Saynan bugun biz menga ham bizning xalqimizga tayyor qilib berganingizga. Rahmat. Endi bu qonun Xitoy Millatlar Ittifoqiga ilgari surish qonuni e'lon qilinib, mana taxminan 3,5 oydan keyin rasmiy ijro qildi. Mana ijro qilib bir kundan keyin Tibetlarniki mustaqillik faoliyatchisi, faoliyatchi Lobra Zangin Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldida o'zi o't yoqib Xitoyniki bu Millatlar Ittifoqiga ilgari surish qonuniga xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, nurg'un davlatlarning sukut qilayotganligini faqatla ig'zoki tanqid qo'yishdan boshqa amaliy harakat etmaganligi sababli o'zini bildirish orqali dunyoniki bir vijdonini uyg'otish amaliy harakat qilgan. Bu musulmon da'vatimizda hozirgacha Tibetlarniki bu nimalar dunyoda kun tartibda turyapti. Bu biz nurg'un qonunlar yo'l qo'yildi, biz bilmaymiz, yo'l qo'yilibdi deymiz, faqat qarshimizni ifodalaymiz. Lekin bu qonundagi amaliy moddalar için nima var? Bu bizga qanday ziyonlarni qildi, Uyg'urlarning kulturi, dini, milliy kimligi, e'tiqodi, tili degandeklarga. Boshqa bugun bu suhbatimiz asosida buniki shu demisi bo'ldi, moddalari. Xo'sh, endi boshlaylik. Mush avval qonunni qisqacha bir tushuntirib o'tgandan nima bersak moddalarga. Rahmat. Siz endi bu
Lobka Renzang'ninki özüne Birleşken Devletler Teşkilat binasınınki New York binasının aldıda özünün köyleriga özüne qarşılığını göstergen dediniz. Hamda meyede mundaq bir mesele barçı. Men muşunu bizningki cemaat bilan bütün xalqimizla ortaqlaştırgan narsa. Rast deganiniz to'g'ri. Biz qarshilik ko'rsatyapmiz. Bizningki bir qancha tashkilotlar o'tirg'i chiqib, bir yozmalarni yoki bo'lmasa o'zining fikrini o'tirib qo'yganmi bo'ldi. Lekin sistemli holda bütün bizning jamoatni yana safarbar qilib, mushu qonun zodi bizga nechirek ta'sir ko'rsatdi. Bizga deganim vatanning ichidagi xalqimizga va vatanning sirtidagi xalq. Shu biz jamoat bu ikki bölüm ikki grup odamga ko'rsatgan ta'sir o'xshamaydi. Anandaki yana birisi vatanning ichidagi qarindosh qanchaki qirilsa, qanchaki besimga uchirsa, vatanning sirtidagi bizlarmi bunga nisbatan bizning bu yurgimiz og'riydi. Burunqidek yanilam biz yanilam qarshiligimizni ko'rsata oladigan bir saynaga har vaqt tayyor bo'lishimiz kerak. Lobka dal ashna qildi. Lobkanınki bu xil özünün köydürüp nim qilishi hamda bu Tibetliklarning burundan bor bir nemisi yo'q. O'zi qarshilik ko'rsatish uslubi. Masalan, hozir Tibetlikninki shu 1989-yildan tortib hozirgacha mushu Tibetlikning ichida bo'layotgan qirg'inchilik boshlangandan tortib bu siyosatni asos qilib turib medeniyet qirg'inchiligidan boshlagan qirg'inchilikdan tortib hozirgacha 138 qitim ashunaq o'zini ko'ydirib o'tirib qarshilik ko'rsatgan odam bor ekanchu. Buning ichida odatdagi puhromi bor, masalan, bu o'zining diniy zotlarimi bor, buningda Budda nimalari bor, agash kuchlarimi bor. Ashunaq hammasini qo'shib kelgan vaqtida 138 qitim ekan. Endi mushu qonun masalan yo'lga qo'yildi deb 7-oyning 1-kunida bu 3-oyninki 12-kunda ma'qullandi-chu bu qonun. Ma'qullanib hozirgacha bizdan chiqqan inkos Tibetlarninkidan chiqqan inkosda kuchli emas. Ana buning sababi men Tibetliklarning harakatiga qarab turiblik kuzatib meyapman. Tibetliklar har kun degidek shu qonunninki o'zininki rayonida, Tibet rayonida qanday ijro qilayotganligini kundulik kuzatib meyapti. Amaliyotda bu qonun bizningki vatanimizda, Sharq Turkistonda ijro qilinib bo'ldi. Ashunga biz diqqat qilmayapmiz-chu. Qanday ijro qilinib meyapti? Biz asta-asta buning ijro qilingan oldingi shapsni biz diqqat qilmayapmiz. Bu chingib ma'lum darajaga borgan vaqtida anından keyin bu bir cho'ng do'lqinga aylangan chog'da apla biz nima uchun maningga diqqat qilmadik, maningga nima uchun biz qaramadik deydigan yana o'zimizdan o'zimiz afsuslanadigan bir ahvol kelib chiqish ehtimoliga intayin yuqori. Ana shu mushada deydiganim shu sababdanmi men bu qonunning hammasini modda bo'yicha ko'rib, zodi qaysi modda bizningki Uyg'ur millatiga bizga bevosita o'zining tig' kuchini tekkizib, masalan, bizga ziyon yetkaza oladi yoki bo'lmasa bizni vayron qilib oladi deydigan mushu nuqtani asos qilib turib men ko'rib chiqdim. Buningda hamda umum qonun o'zi jami 7 bo'limga bo'linadi. 7 bo'limning ichida 43 moddasi. Shu 43 moddasi bevosita bizga ta'sir ko'rsatadi. Ham shu 43 moddani asos qilib turiblar bizningki hozirgi ahvolimizni tegim nacharlashtirdi. Tegim nacharlashtirdi deganim oldingi 10 yilda ilib berilayotgan qirg'inchilik. Har soatdagi qirg'inchilik bu. Odamni yo'qotishlar emas. O'zimizning madaniyat uslubimizni yo'qotish, o'zining urf-odatimizni, jamiyat qurilmasi, oila, diniy e'tiqodimiz bo'lsin, tilimiz, madaniyatimiz bo'lsin. Ashning hammasini siqib hozir zodi aran nafasni ola oladigan holatga keldi. Endi buningdan keyin ashning hammasini biroqlam yig'iblam Junxo millati, bir millat degan buni monoculture deydi. Birla madaniyat mavjud bo'lib turishi, uningdan boshqa madaniyatningki qaysi o'zallik mavjud bo'lib turmaydi desa, uni qonun bilan jazolash.
ashunday jinoyatga aylantirib o'tishchi. Shuni asos qilib turib, bir o'tirib qo'yilgan qonun bu. Buningki qonunning asosliq nimasiga kirsak, men sizga PDF qilib yo'llab bergandek, buningda 43 modda borchi. 43 moddaninki birinchisida shu 8-moddasiga tushaydi. Yani yere bir tutup koyarsa ekranlık kırımdaşlar bu 43 madde Nurgul Hanım degan başlaydı. Biz 1 saatlik plan kılıp tahminen de qancha modda tushundirib bo'lsa shu yerda to'xtatamiz. Yani ulab keyin qismda davomliq birimiz buni. Shu xalqimizga buni jipti jinnisga noitash iniq bir tushuntirib o'tayli degan bo'lg'ashqa buni mundalik olg'oni galvaqli programmas noitash sifatga ketmoq uchun qilmishimiz bu 2 qism bo'lishi mumkin, 3 qism bo'lishi mumkin va buning deb qo'yib bu programning davomi bor. Başka bir gap birinci kısımda bunaqa sambada qo'shishni boshladim. Rahmat. Shunga men bu 43 moddani so'zlagan vaqtimda bizga bevosita asir ko'rsatgan 43 modda. Shu qaysi modda men mushu bizga bevosita tug'uchini bizga yetkazadi ekan degan moddani men sug'urib chiqdimchi. Buningki birinchi bo'limidagi 8-modda. 8-moddada masalan yanılam şu konu bir burundan tatip destek qilib turib bizniki bütün mushu mayda Uyg'urlarla emas, Qozoq, Qirg'iz, boshqa asalliq Xitoyning asalliq millatijimi, asalliq millat huquqi degan bu yerdagi Xitoyning asalliq millati. Biz hargiz o'zimizniki nimada ziminda biz asalliq emas amaliyotda. Şu o'zininki atalmış asalliq millatlarni bostirish, qirg'inchilik qilishdiki bir asos qilib ishlatib kelgan bir huquq bor. U bo'lsa-mu, millatlar ittifoqi. Uni endi millatlar ittifoqini ilgari surish, davlatning birligini qo'g'dash deganni dastlab qilib turuvchi. Bu hozirgacha yana aytyapti shuni. Shu nuqta yana eng oldingi o'ringa qo'yib turib, shuni dastlab qilib turib bu qonunni shundoq boshlagan gap. O'ylab yiqilin unda bo'lsa 10 yildan beri shu 2016-yildan tortib ta hozirgacha bütün lagerlarni ichib, odamlarni so'lab, lagerdan barbara odamlarni muddatsiz qamoq jazosi berib, 20 yil, 30 yil hatto ashuna kesib, uni cho'ng turumlarga yo'tkab, ashuna qilayotganning hammasining asosliq nimasi, dal negizi sen millatlar ittifoqiga, davlatning birligi, muqimligiga ta'sir ko'rsatgan ish harakatni qilding deganni bana qilib turib qiladi. Shunga bu doira jihatdan bak keng doira. Keng doira bo'lgandan keyin har qanday odam ko'ziga sig'masa, mush qonunni asos dastak qilib turib jazolay oladi degan gap chiqadi-chu. Unda bo'lgandan keyin buningki to'ri bak keng, amandan keyin kim ilnishib qola oladi. Bu mushimi hamda bu hozirgacha yurgani mujib shunday tiniq alomar saltiga ekib qo'ygan bir millatninki mush orqaliqmi osonlam yana bir qitim yana bir ash to'lqinni boshlay olishiga shu 8-modda ashunga dastak bo'la oladi. Endi 10-moddasiga qarasak, 10-moddasida buningda asalliqlar vatan qisqacha mesela 10-moddasida qisqacha bak emasmi shuni bir tushuntirib bersangiz tarjimasini bir qilib. Ana keyin 10-moddasida nimasi 10-moddasiniki asosliq nima mazmuni endi atalmış asalliq millatlar dunyoning Xitoyning birligini andan keyin qo'g'dash majburiyati bor degan gap borchu. Hozir bu majburiyat deyotganimiz burun bundaq o'tirib qo'yilib boqmagan. Hozir burun davlat Xitoy hokimiyati davlatning birligini qo'g'dash uchun har qanday ishni qilmaysiz deydigan aniq bir hukumat. Hozir uni o'zgartib asalliq millatlarninki vatanning birligini qo'g'dash majburiyati bor deb mana o'tirib qo'yilgan bir ish bor. Yana birisi davlatning bexatarligi, taraqqiyotini tubki manfaat qilib ishlash kerak degan gap borchu. Bu degani asalliq millat atalmış asalliq millatga bu vazifani ortayotgan bir masala bor. Endin u agar uningga sen maishni men deganda qilmading desimi, yana uni julib tortib chiqib, yana jazolay oladi degan gapchu.
Andan keyin buningki 10-moddasidan burun birinchi moddasi bilan birinchi moddasi bo'pmi eng nimada hukm o'tirib qo'ygan tushuntirish bosqichida buningda asosan Xitoyninki hozirgi Junxo millati yana uni qo'rqmayla Junxo minzu Jungo Rinmin deb ikki hukmga yekillagan asos hukm borchu buningda. Buning berilgan hukmning asosi faqat bir til bo'lash, birla millat bo'lash. Endi boshqa millatninki alohidaligi shu bir millatning ichiga kirib ketish. Agar boshqa millat, masalan, atalmish osonliq millatlarniki madaniyati tilida to'qinish paydo bo'lgan chog'da, to'qinishni oldi bilan bir taraf qilish. Qarshilik ko'rsatib qo'yadigan narsani hamma randlab yo'qotib o'tish. Bu degani, masalan, til jihatda Xitoy tilida so'zlaysa, Uyg'ur tilida u yerda hech qanday mazmun deyishga ruxsat yo'q deydigan mana bir narsa uchun. Ana buni til to'g'risida bilamiz hozir. Bir modda bor ekan. Madaniyat jihatida masalan, monoculture degan Xitoyninki Junxo degan birla millatniki kiyinishi, turishi, yoki so'zi qaysi xil bo'lsa, bu odamninki ro'yiga ta'sir ko'rsatayotgan bir narsa borchu. Ro'yini yuvib mengishga yuzlangan bir ahvol bor. Shu narsani bu ruhni qanday qilib osonlik, atalmish osonliq millatlarga singdirish. Andaq bo'lgandan keyin mushuni singdirish jarayonida oldiga kelgan har qanday to'sog'ini supurib ma'alaydigan ashnaq bir mexanizm bu. Ana shumi eng xatarlik yeri shuchu. Endi shu 10-moddada shu osonliq millatni mushu sening vazifang bundan keyin bu vazifani sen o'rindamsang seni biz jazolaymiz degandek aniq buzag'irdan tushunsak ashnaq bo'ldi. Endi bu vazifani masalan bizning oramizda bu vatanning ichidagi atalmish osonliq millatlarning vazifasiga. Vatanning sirtida biz diasporada bizning oramizda o'zini yana Xitoyning grajdani, o'zining Xitoylik grajdani qo'ldan berib etmay yashayotgan atalmish Uyg'urlar ular o'zini qanday nima deb qaraydi. Bu yerda bir masala kelib chiqadi-chu. Ular o'zini Junxo minzu deb qaramdi yoki bo'lmasa Uyg'ur deb qaramdi. Bu yerda bunday bir hukm chiqadi. Agar ular o'zini shu qonunga asosan o'zini Xitoyning grajdani, qo'limda Xitoyning pasporti bor, men Junxo minzu deb qarasa, bundan keyin boshqa shu davlatlarningki nimasi kirgan vaqtida o'zini Uyg'ur deyamaydi. Lekin siz bilan men biz qo'rqmay o'zimizni Uyg'ur deya olamiz. Ana u chaqda bizning o'zimizning ichki qismimizda cho'ng bir davolg'ich bo'linish, kelib chiqish oboy tug'an gapchu. Ashning asosi sab beradi. Endi yana bir narsa men mishal eskartib qo'yadigan narsam, shu Facebookda ko'rib qoldim. Bir aylar namda o'zim chet elga chiqib sayohat qilib nim qilgan bir ahvolni video qilib ishlab o'ziniki do'yinsiq chiqiribdi-chu. Chiqarsam ostidagi yozgan uchurlarning hammasini men bunda ko'rib baqdim. Shu Facebook chiqargan odam shuni kelimizda screenshot qilib chiqirib qo'yibdi-ki. Qarsam hammasi uchurningki ashning inkas yozganlarningki 100% hammasi mening ko'z qarshimda biz Uyg'ur deb bilamiz-chu. Ular o'zini Uyg'ur demayotdi edi. Biz o'zimizningki Junxo millati bo'lgandan faxrlanamiz degan gapni hozirdan tortib ishlatishga boshlabdi. Jungoning garajdan bo'lganimizdan Junxo millati bo'lgandan biz faxrlanamiz debdi. Shuning o'zimi bu ruhiy jihatdagi buzg'unchilik, ruhiy jihatdagi shalg'utlanishniki oldiburun boshlanib bo'lganligini ashundan ko'rib olgan bo'ldi-chu. Ana yana birisi bu ideologiya amaliyotda shu 2014-yildan tortib boshlangan. Boshlangan narsani hozir endi qonunlashtiryotdi. Qonunlashtirsa, u oldiburun bo'lgan ahvol bo'lgandan keyin bu yerda bir turkum odamlarningki nimasi ideyasi qolib yulib shu darajaga berib bo'ldi. Ana xo'rki ma qonunni ijro qilish Xitoylar uchun tasdiq to'timi. Xitoy hokimidan asallam buni ijro qila oladi degan gap.
ijro qila oladi degan gap bo'lgandan keyin bu o'zimizning vatanning ishidimi bir turkum odamlar o'zligidan supurilib chetga chiqib qoladi. O'zligidan ayrilib qoldi. Shu tuxumning eqi bilan seriqqa ayrilgandeklar. Unda bo'lgandan keyin Xitoy ayrilib qirg'i chiqib qolgan hammasini supurish nihoyat oson to'xtaydi. Sening ideyang chataqga, sen yanilam sap emas ekansan, sen Junxo Binzu oldi kaplamapsa, yanilam seni nima qilamiz, o'zgartimiz, qayta tarbiyalaymiz deb, qayta tarbiyalash to'lqini yana bir qitam boshlanishi mumkin. Shunga hozir 30 yilning oldidagi odamlarninki ahvolni tutib supurib chiqishninki yana bir oq ko'rinishmi dal mush 10-modda. Shunga berib to'xta. Mushu millatlar birligi taraqqiyot qonuniga berib to'xtaydi. Endi 12-moddaga kelsak, 12-moddada mundaq bir narsa bor-chu. 12-moddada bu intayin xatarli 12-modda. 12-moddada bizningki o'zimizningki masalan mushu Uyg'urlarninki nom tutib so'zlasak, boshqa millatni bir chetga qo'yib turaylik hozircha. Bizning tariximiz bor. Bizning hatto inqilob tariximiz bor. Andan keyin bizningki shu hozirgacha o'zimizningki ham butun o'zimizning Sharq Turkiston, G'arb bo'lamdi, Sharq bo'lamdi, Shimol bo'lamdi, Janub hamma yerda bizning o'zimizning qoldirib ketgan o'zimizning izi bor. Endi yodingizda bormiki, shu 2017-yildan tortib bular bizning butun asar atiqa, tarixiy o'rlarning hammasini qo'mrab tashlab bo'lgan. Yodingizda bormi? Shunda siz shu kampaniyani qildingiz, men shu kampaniyaning ichida bor. Biz chiqarib ketdik shu vaqtlarda. Amaliyotda shu harakatlarning hammasi mush qonunga asoslab bergan narsa-chu. Ana masalan chaqdimi biz 24 mingdan ortiq masjidning hammasini 16 mingini chiqib vayron qilib bo'ldi. Andan keyin bir qancha oz sondagi masjidni voy sizningki demang davlatning ichida nimalar masjidlar bormi desa voy bana bor deb nima xarakterliklar bir namuna xarakterlar muzeumga o'xshaydigan ashuna bir qancha masjidlarni qo'yib qo'ydi. Nurg'un masjidlarning hozir ishkiga taqoqliq ichiga odam kirishga ruxsat yo'q. Andan keyin hozir buningdan keyin mush qonunga asoslanganda shu ishiga taqoqliq masjidlarni yo'q qiladigan, vayron qiladigan naydi yaxshi bir dastak olib bergan 12-moddasi-chu. 12-moddasida bu degan shu Junxo Minzu degan ideologiyaning ostidagi tarixni o'rganish. Andan keyin bu masalan bizning o'zimizningki Uyg'urning tarixi, Uyg'urning hamma narsasini bu Xitoylar hozir nima butun asariyatiga hamma narsani tariximizni qo'mrab elib, uning o'zininki Junxo Minzuninki nimasini birlam millatninki madaniyatini aks etadigan narsani sun'iy asosda ashaga to'g'izib mangdi-ku 10 yildan yog'i. Ashini asos qilib turib, ashunaq bir yerlik madaniyatni paydo qilish. Andan keyin u nurg'un kallasninki nimasi aldaq ishlamaydigan bir odamlar bor. Biz Şinjanga sayohatga berib keldik deb o'zi torlarda chiqardi. Atalmish Şinjanga sayohatga bordik degan torlardagi uchurlarning hammasi dal Xitoyning sun'iy yasab bergan madaniyati, sun'iy yasab bergan tarixi. Ashuni tashviq qildi ular. Shunga shu bizningki buningdan keyin yana ashunaq azroqli Uyg'urning puruqi bor, Uyg'urning madaniyati bor, ashunaq narsa bilan bu Xitoylarning monoculture, birla madaniyat, birla millat degan hukm bilan to'qishnaga yer bo'lib qolsa, dalhor bizning Uyg'ur millatining narsasini vayron qilib o'tadi. Supurib o'tadi-chu. Supurib o'tganda uni qonun bilan supurib o'tadi degan hukm chiqadi bu yerda. Qonun bilan bir ish qilib ma'di. Ana unda bo'lgandan keyin uningga burunqidek biz u xalqarada bütün parlamentlarga kirib, UBga kirib biz arz qilib yoki bo'lmasa Xitoylar undaq qilyapti, bundaq qilyapti desakmi, u qonun bo'yicha chiqibdi. Qonun bo'yicha chiqadiga biz bir davlatning ichki qismiga aralashamaymiz deydigan undaq bir saynani mush orqali paydo qiladi. Anda bo'lganda bizningki bir raqam og'zimizni, burnimizni bir raqam buruqdim qilib,
chet elda yashayotgan, diasporada yashayotgan bizlarnimi gap qilolmas holatiga akillaydichu. Mushu 12 modda buni qargan chog'da men o'qib nima qildim. Bu oson ish emas. Bizning butun o'ylab beqing history, ethnicity, culture, religion degancha hamma narsani o'z ichiga olib ketadi. Bu degan tarix o'ziniki millatingizsa, millatingda voz kech degan gap chiqadi. Andan keyin madaniyat. Shu monoculture, birli culture, Junxo minzuning madaniyatini shunlam tutsa, qolgan madaniyat tutishga ruxsat yo'q degan narsa chiqadi. Andan keyin bu yerda yana bir narsa, burun biz at deganda bizning xalqni yig'ib bayroq chiqirdi, hech narsa undaq narsa yo'q. Bizning vatandan barib biz burmuchini qildik-ku. Ash narsani muntizimlashtirdi ekan bundan keyin. O'ylab beqing tarixda nada ash narsa birinchi qitim muntizimlashgan. O'ylamamsiz. Bu madaniyat inqilobi davrida muntizimlashgan narsa bu. Ana hozir faqat birli davlatda bor bu mush narsa. Nada? Shimoliy Koreyada. Ana bu Xitoylarninki qanchalik darajada hokimiyatninki shu darajaga berib hozir yuzlanayotganligini mushunda ko'rilishga bo'ldi. Xalqlarimiz shu Xitoyning shu davlat bayrog'ini chiqargan faoliyatda qatnashmasmi, qonun javob qarab tortilgan gapda hamda. Shu to'g'ri. Andan keyin yana bir narsa, mayada bir narsani ta'kidlashni unutib qolibdimi? 8 moddasidanki. Mayada nayt qiziqarli yeri, kulgulik yeri, mush qonunning o'zida bu avtonom rayoni deb tilga olgan gap borchu. O'ylab beqing, sizlar men yaxshi bilamiz. Avtonom rayon degan uqum, Xinjiang avtonom rayoni degan uqum atalmish Xinjiang avtonom rayoni. Amaldan qaqil qancha yil bo'ldi? Sizdan qancha yil bo'ldi? Xinjiang avtonom rayoni demaydi hozir. Bütün dokument hamma narsa qarab beqing, Xinjiang o'lkasi deydi hozir. Hozir Xinjiang avtonom rayoni deydigan uqumni o'zir yo'qitib bo'ldi amaliyotchi. U o'zir yo'qitib bo'lib, qonunning ichiga mushu qonunninki har qaysi avtonom rayonlarda ijro qilinishi osonlik millatning majburiyati deb bundaq deb. Majburiyatni gunohni bizga atib qo'yayotgan. Atalmish osonlik millatga atib qo'yayotgan bundaq bir ahvol bor. Amaliyotda bu avtonom rayon uqumi Xitoy yo'qitib bo'lgan xili bo'ldi buni. 10 yildan oshdi. Bizda avtonom rayon demaydi hozir. Ash narsani men mishada yana bir qitim ta'kidlab qo'yishni to'g'ri ko'raman. Endi men 13-moddasiga kelsak, 13-moddasida bundaq bir xatarlik narsalar borchu. Mayada o'zlari mayada boshqa bir narsa bor. Bütün asıllıqında atalmış asıllık milletler Junxo madaniyatining bir qismi deb nayt chiroyli bir sipoy gap borchu. Uning agish bilan ashu biz mandaq ramkaga seppagan ashu ramkaning ichidagi madaniyat bo'lsa biz qabul qilamiz. U madaniyatning sirtiga chiqib qolgani bo'lsa qabul qilinmaydi. Uni u jinoyat hisoblandi deydigan mandaq bir narsa bor. Ana o'ylab beqing. Uyg'urlarninki masalan hozirgacha shu ko'chalarda, uyabiyalarda Uyg'ur madaniyatini biz qattiq tashviqot qilyapmiz, Uyg'ur madaniyatini umumlashtiryapmiz deb Xitoylarni Uyg'urcha kiyindirib, usul o'ynatib, nim qilyotgan. Aslida qaysi madaniyat bizning asl madaniyatimiz shu. Uni shalg'itlashtirib, o'zgartib, o'ziga singdira oladigan, o'zi azm qila oladigan holatga 10 yildan beri akib bo'ldi ular. Endi hozir ashdimi birlash singdirib akib bu shu Junxo minzu mushundaq bo'ldi deydigan bir huquqni hozir shu tiklab uni texim umumlashtirmoqchi shu. Ashning qarshi birsi to'xtabda Uyg'urlar manda kiyinmaydi, manda kiyintoq deb gap ashna bir fikr berib qolsimi, ashning o'zi jinoyat hisoblandi. Endi yana bir xatarlik narsa shu 13-moddasida nurg'unlagan bizdagi o'zimizningki asorat yaqinlarimiz bor. Shundami?
Hmm. Asar etiqining ichida uning o'zimizning atalg'usi bor, o'zimizning ismlari bor. Tushunami? Hmm. Andan keyin yana birisi o'zimizniki masalan donliq nurg'un yer ismlari bor. Andan yer ismlari mayli ko'chaning ismlari bo'lsin. Yadingizda bormi? Mush yaqin arada nurg'un yerlarninki ismini, ismini yo'qotib Xitoycha ismga Hmm. almashtirib mandi. Hmm. Şoň men nima üçin ma qonun allibir yo'l qo'yilib bo'ldi deyman desam, men mushuning asosan deyman-chu. Bu isbot shu. Hmm. Amaliyotda bizningki shu milliy o'zimizning turqi bor. O'zimizning asli mushu 70-80 yilning uningmi burun oldida ishlatib kelayotgan ism, o'zimiz milliy puroq berilgan shu atalg'uning hammasini sug'urib elib, uni Xitoycha ism berib mandi. Xitoycha ism bilan hozir uni umumlashtirishga tirishyapti. Men Qashqarda eng kuchlik. U nimada Yakanda, andan keyin bu Xotanda. Uning nimasi to'lqini eng kuchlik. Ana bu shimolninkinimi ozroq qipti, lekin shimolninkini buzg'unchiligini oldinroq boshlaganchu bular. Janubninkini hozir boshlab, mush yaqin 3 oyning mobayni bo'layotgan ishda bu to'lqin intan kuchlik. Ana yana birisi yeni qurilgan bir qancha noyli bor. 2 noy bor hozir. Shu nimaniki Xotanning o'zidan. Har ikkisi Xitoycha badi. Uyg'urchasi yo'q u yerda. Ashning o'zimi mushu qonunninki hozir nayti nima jiddiy holda ijro qilinayotganligining bir ifodasichu. Andan keyin mayda yana bir narsa bor. Shu bizningki madaniyatimizni xitoylashtirib, Xitoycha ism bilan, Xitoycha atalg'u bilan ilib mangdichu. Bu degan gap aslidagi ismni yo'qotgandan keyin bizningki hozirgi mushu davrdagi yoshlar yoki bo'lmasa buningdan keyingi cho'ng bo'lib yetishmayotgan keyingi avlodlar o'zining o'qiyotgan narsani burunga hech qanday nimga bog'layolmaydigan. Buningki yo jildiz yo'q, nerdan kelgan, qanday paydo bo'lgan degandek bu narsani analiz qilolmaydigan holatga keldi-chu. Bumi menga yurishninki, ruhini yuvib menishninki, jildizni quritishning bir yaxshi usuli. Unumli mush qonun bo'yicha qonunlashtiryotdi degan gap. Endi 15-moddasida 13-moddasini nisbatan so'raydigan savolingiz bormi yo yo'qmi? Yo'q, bo'lmadi. Ya. 15-modda. 15-moddasida bu asosan tilga berib taqilishdi. Bu bizningki tilimiz yana ma'rifga berib taqishdi. Ha. Mesela 15-moddasida Xitoycha, inglizcha, uyg'urcha qilsa emasmi? Uyg'urcha qo'ysangiz, xalqimiz bir tushunsa uchun tushuntirishdan burun shu 15-moddasida nima deyilgan? Ani bir tarjim qilib o'tib, anan keyin deb analizni o'tirib qolgan. Endi nimani men 15-moddasida bu qaraysiz o'zingizni uzunchu. Bu 3 paragraf, 3-4 paragraf ras. Buning hammasini so'zma-so'z tarjim qilmadim men Uyg'urchaga. Buningki asosligi Uyg'urcha o asl tarjimasi emasmi? Ya asl tarjimasi emas bu. Bu tarjim qilib kelsam, buningdan uzun bir cho'ng bir dokumentga aylanib ketadi-chu bu. Bu yerda men musha moddaninki nega tig'uchini so'zlayotganligi qaysi qaysi bizning o'zimizningki Uyg'ur millining qaysi qismini asosan vayron qiladigan shu negizlik nuqtasini bilan tashlab qo'ydim. Endi menda bizningki hozir o'zimizning boshlang'ichdan yeslidan tortib ta to'liq o'tirguncha o'zimizning ma'rif sistemamiz bu o'zgartish meningcha 2000-yildan tortib boshlanib bo'lgan. Lekin hozirgi oldingi 10 yildagi o'zgarishda bizningki barbara o'zimiz ko'rib to'liq Uyg'ur tilini o'rgatish. Maktabning ichida Uyg'ur tilini, Uyg'urni asosli til sifatida o'rgatishni, asosli buni qisib nimalarga tushirib qo'ydi desam,
o'zi asosliq fan emas, lekin tanlab o'rgansa bo'ldi deydigan ashunaq bir fanga aylantirib qo'yguniga hozir uzoq bo'lib ketdi-chu. Xeyli uzun bo'ldi. Endi hozir ma qonunga nisbatan aytgan vaqtida bütün aşı bizningki aşı hozirgi ma'rif sistemadagi materialning hammani qaytadan tayyorlab, yangidan yezib chiqish kerak. Yangidan yezib chiqqan vaqtida aşı materiallarning ichidagi asosan Uyg'urning asraqli purg'i bor. Uyg'urningki ma'nisi ifodalaydigan yoki bizning madaniyatimiz, tilimiz yoki bo'lmasa tariximiz munosabatidagi hamma narsani yo'qotib chiqarib ekan. Chiqarib etish bilan bir vaqtda anankin Uyg'ur tili deydigan ash tilning o'zini umumyuzlik shu jamiyat deysiz, jamiyat so'rinlari, yo'llar, ko'chalar, viviska, anankin hatto shu shirkat suvda uyabiyadiki shu xizmat o'rinlaridagi ishlatish nimasini qayta qisib zot naydi persentini eng tuvanlarga akirish. Ana yana birisi dokument yozgan chog'da butunlay xitoychalar dokumentlashtirish. Uyg'urcha dokumentlashtirilgan yoki dokument chiqadigan ish buningdan to'xtaydi. Ana yana birisi burun xitoylarninki yezib qo'ygan mundaq nimalari bor. Uyg'urcha xitoycha qilib yezib mangan dokumentlar. Ashning hammasini bu o'zgartirdi-chu. O'zgartirib Uyg'urchasini butun chiqarib yo'qotadigan. Andan keyin shu xitoychalar o dokumentni shu xitoycha yozgan ashnaqa ahvol. O'ylab baksangiz, xitoychining o'zininki shu saviyada tushunib mangdigan odamlar yana oz. Bizniki Uyg'ur millatining ichida. Ana ko'plagan odamlar u materiallarni o'qisin tushunmasligi mumkin. Anda bo'lgan chog'da jamiyatning o'zidalam andan keyin bu yerda bir xil cho'ng hang paydo bo'ladi-chu. Bizning yanılam kim ta'sirga eng cho'ng ta'sir uchraydigan odamlar kim? Yana Uyg'urlar. Uyg'urlarning qanaqa ta'sir uchraydi? Birinchisi hukumatning og'zidan chiqayotgan gapni tushunmayman-chu. Zodi nima? Endi unda bo'lgandan keyin qo'ydak, oyog'i mandisi mayoqqa u boshqurish oson to'xtaydi. Andan keyin bu yerdagi davlatning hujjat, andan keyin tarixiy madaniyat, xotirlash, uni yezib menish, tarixlashtirish, ashning hammasi faqat Xitoy tilida elib borildi. Bu deganlik nima desa, o'zimizningki til bilan yezib mangdigan tarix bundan keyin bo'lmaydi, yo'q, shu to'xtaydi degan narsa chiqadi-chu. Bu odamlar as qaydadan cho'chitadigan narsa. Biz bundan keyin tariximiz Xitoy tilida yezilib mangdi. 65-avtonom rayonning ichida degan gap chiqadi. Andan keyin vatanning sirtidagilar biz agar u vatanning ichki kuchini bilmoqchi bo'lsak, Xitoychani bilmasak, vatanning ichida nima bo'layotganligini, qaysi narsani biz tarix izlab yoki bo'lmasa bir material izlab biz topolmaymiz, tushunmaymiz. Bu aniqlam. Andan keyin yana bir narsa, hozirgi shu yangi yetishib chiqayotgan atalmış Junha Minzu, bir millatningki nimasida ideologiyasi cho'ng bo'lgan bolalar burungi tariximizni 10-20 yilning u yoqidagi tarixni bilmaydigan. Butunlay uningdan bir noma'lum bir tashqi dunyoninki narsadak ashnaq bir holatga keladigan ahvol nayt oson shakllandi. Ani yana birisi bu yildizni quritish, yildizni yo'qotishniki yana bir yaxshi bir usuli mush qonun. Agar buning qaysi kim qarshi chiqsa, ani u siz degandek jazolashni ayt oson to'xtaydi. To'xtabdi bizning mandaq bir madaniyatimiz bor deb, to'xtabdi bizningki ma tariximiz Uyg'ur tilida mandaq yozilgan deb o'tirib tashlab qolgan har qanday odamni qonun bo'yicha chiqishtiradi. Demak, bu orqali andan keyin ziyolining bosh ko'tarib chiqish intayinlik tasga to'xtaydi. Ana bo'pmish jamiyatshunoslik, antropologik mushu asraq o'smirlik siyosat tarixninki purg'ini olgan nas falsafchilarninki bosh ko'tarib rasmiy Uyg'ur falsafchi, Uyg'ur tarixchi, Uyg'ur antropologiklarning chiqish mumkin emas. Bu cho'qim xitoylashib chiqishi kerak. Xitoyninki shu bir millat
nemizde, ideologiyasida aşkıl halat şekilleniş gerekçi. Ana bu yana birisi nima desa, demak bu millatninki ashuna jug'urlib, davomliqda kerak, uniki suyulib yo'qolib ketishininki qanchalik tizilishmaydiganligini mushu 15-moddaga asosan biz ko'rib olsak bo'ldi. 16-modda. Nima mishada to'xtatamdiq yo davomlashtirib beraman? Davomlashtir. 16-moddani tushuntirib o'taymi? Tushuntirib. 16-moddada hamda bu yerda bunda ko'rsatilgan mundaq bir nuqta borchu. Hozir bu yerda bir ideologiya borchu. Bu millat birligi, millatlar ittifoqi yoki bo'lmasa millat birligi deydigan bu uqumni Xitoylar buni xuddi bir tajribaxonada yetishtirib chiqqandek, ashuna yetishtirib chiqqan bir ideologiya bor. Bu ideologiyaning hamma narsani bu jamiyatga singdirish kerakchu. Buningga akirish kerak. Akirish uchun o'xshamagan sistem bo'lishi kerak. Andan keyin bu sistemni bular tanlagan vaqtida jamiyatning har bir qatlamini tanlagan. Ana yana birisi ma'rif sistem bor. 15-moddasida men tunishtirib o'tgandek. Andan keyin uning sirtida yana birisi bizning jamiyat qatlamimiz bor. Shunaqmi? Ashning hammasiga buni singdirib buning akirish kerak. Shunga bu yerda 16-modda 15-moddani taqim yakunlab beraylikchu. O'qishning sistemini o'zgartirish bilan bir vaqtida shu o'qitishninki ichidagi materiallarni, odamni qanday tarbiyalash, kim o'qitadi ashuni deydigan mana bir masala chiqadi. Andan keyin buni kim o'qitadi deganda Uyg'urni o'qitmaydi bu yerda. Ana yadingizda bormi? Shu yaqindami uzoq olmadi deyman. 4-oymi, 5-oydimi, Shandongdami 10,000 yaqin o'quvchi, o'qituvchilarni shu nimaga chegara rayonga yordam beramiz degan shu qalpoq bilan akkab butun janubni o'rlashtirdi-ku. Shu uchun ko'rdingizmi? Facebook chiqarib nurg'un nimada bizning shu qarindoshlar o'rtoqlashish shuni. Shunday ahvol bundan keyin tamomlashadi-chu. Bu chunki bu ideologiyani singdirish uchun bular cho'qim shu o'zini Junxo Minzuda birinchi bo'lib atab shu qurilmaga butunlay kirib ketgan odam bo'lishi kerak. U odamlar Uyg'ur emas. U cho'qim Xitoy bo'lishi kerak. Xitoylar kirib Uyg'urlarga sen mushu qilibdiki ideologiyani mushnaq mendan o'g'inasan deb ashlar o'g'itadi. Unda qo'yganda butun ma'rif sistemiga u odamlar kelsa, butun shu o'zimizningki shu jamiyatning hamma qatlamida shu odamlar egallasa, Uyg'ur otliq, u xizmatchilar, u o'qituvchilar nega boradi? Demak, ular ishdan bo'shatildi. O'zining xizmatini yo'qotdi. Yoki misla ashlar shu saviyaga yetganga qadar ishsiz qoladi. Chetga chiqib qarab o'tirdi. Yoki misla shu atalmish o'zining ustozlaridan o'rganadi ular. Shu buningdimi bizningki jamiyatimizda yana bir qatim cho'ng bir ishsizlik, hech nimga yaramaslik, mushnaq bir ahvol yana bir qatim shakllandi-chu. Bu Xitoyningki eng yaxshi o'ynagan usuli biz buni qayta tarbiyalayapmiz degan bir narsa chiqqan-ku. Qayta tarbiyalashga yana bir asos paydo bo'ldi bu yerda. Endi uni yana yig'ib, yana bo'sh qolgan lagerlar yana qaytadan yana to'shishga boshlaydi degan gap. U yana qayta ochadi. Buningga mushu sabab bo'lish, 16-moddaningki sabab bo'lish ehtimoli intayin cho'ng. Ana yana birisi mayada mening shu bir ta'kidlab qo'yadigan narsam, men Xitoychani bu Amerikada turadigan bir to'rbatninki Xitoychani maxsus mushunga yaqindan ko'z quloq olib mengayotgan bir to'rbat borchu. Ashlarninki tarjimasini ishlatdim. Ana buningki nemisdan yozib qo'ydim-ku ustida tarjimaning nerdan kelganligini. China Law Translate degan nimasi bor.
A aşınыңғы şularninki tor betini aldım. Ani bularda AI'ni ishlatdimi yoki bo'lmasa o'zlari tarjima qildimi uni bilmayman. Mening farzimda balkim AI'ni ishlatgan bo'lishi mumkinchu. Bu artificial intelligence hozir sun'iy aql Xitoy shu Xitoyninki ichida turib, bu o'zining sirtidagi shu Xitoy tilidagi so'zlarning qanday tarjima qilinishi, qaysi uslubda ashunga ta'sir ko'rsatayotgan ahvol mush qonunning tarjima qilinish jarayonida aniq ko'rildichu. Men masalan bu yerda 3 paragrafni men yerda nima qilib qo'ydim. Bu to'g'ri tarjima qilingan narsachu. Xitoychisini men o'qib, Xitoychisida men qabul qilgan narsa bu yerda inglizcha meyda yo'q. Masalan, men yerda Xitoychada aniqlab nima borchu. Men yerdagi masalan to'xtab turing, men nimaga 16 nimasi kerak. Masalan, men yerda masalan 3 paragraf men yerda ostini sızib qo'ygan nimaga Ma'bu 2 paragraflar qaysi to'g'ri tarjima qilingan deb o'zi. ma'nosini masalan bu ikkinchi nimasi men yerda o'qisangiz, men inglizchasini men yerda o'qisangizchu, nihoyatda yumshoq chiqqan. Ana yumshoq chiqqandimi, masalan men Xitoychani bilmaydigan, faqat inglizchaga tayaniblam, mush qonun tushunmoqchi bo'lganimlar, bu nihoyat yaxshi ekan-ku. Buningdan yumshoq o'xshaysizlar deydigan mana bir ideyaga ekib qo'ydi. Andan keyin shu mushimi bir xatarlik yerichu. Bu tashviqotning naqadar kuchlikligi, mushu sun'iy aqlga hatto Xitoy ta'sir ko'rsatib mang'alaydigan o'zininki o'ziga foydali holda sun'iy aqlni shu uchurlarni ta'minlab mengayotgan mandaq bir ahvolning borligini men bu yerda o'zim his qildim desam bo'ldi. Buning o'zim bir xatarlik ahvol. Agar sun'iy aqlg'imi men yodingizda bormiki, necha oldingi yil bo'ldi-ku deyman. Mush Uyg'ur deb sun'iy aqlga Uyg'ur deb uchurni kirgizsangiz, Uyg'ur chiqmaydi. Uyg'urga o'xshamaydigan bir abjash bir narsani Uyg'ur deb chiqarib qo'ygan bir yenbay. Yodingizda bormi? Sun'iy aql degan narsa biz nimani ashuni kirgizsak, biz kirgizgan narsaga asosan bizni o'rganib bizga tarjima qilib beradigan narsa bu. Demak, mayadagi Junxo Minzu degan ideologiyadan sun'iy aqlga makiryapti degan gap chiqadi mayadachi. Sun'iy aqlga o'rgatib mengyapti. Buningdan keyin biz ya men bo'lar, ya siz bo'lang, ya boshqa odam bo'lsin, bu Xitoyningki hozirgi ahvolini ashunaq monoculture, birli madaniyat, birli millat deydigan uqumini izlamoqchi bo'lib, ashunaq sun'iy aql kirgizsak, mush narsa chiqadi. Demak, bu sun'iy aqlni o'rgatib mengyapti deydigan narsa chiqadi bu yerda. Bu intayin bizning hozirgi holimizdami oldin ko'rib, oldin tayyorlik qilib menayotgan bir xil ahvolchu. Ana 3 paragrafdami men qarab baqdim. 3 paragrafda men o'qigan narsa, men seriq rangda ekib qo'ygan narsachu. Meningki 3 paragrafda men nima qilmaydi, o'xshamagan. Yana birisi mushimi hamda sun'iy aqlninki ta'siri kuchi. Mayad men nimasiga Xitoycha qaramayman, men inglizcha o'qisam, voy bu materialni qayta yezib beraman debdi-ku. Qayta yezib, qayta tahrirlanglar debdi. Buning nima yomoni bor deydigan mundaq bir uqum kelib chiqadi. Endi bu degani yerlik siyosatni amlilashtirgan materialni ko'zda tutmoqchichu. Maxsus asonliq millat atalmış asonliq millatlar qaratilgan materiallarni ko'zda tutmoqchi. Aşı materialni inson qayta yoz debdi-ku. Buning nima ziyni bor deydigan menda uqumga kelib qoldim. Bu nihoyat yumshoqlashtirib, aşı musholat tarjima qilinganchu. Ana aslidagi nusxa qarasak, u undaq emas. Meniki nimasini biz Xitoychani o'qib tushunsak, buningda sistemning ichidagi narsani sistemninki yumshoq detalni almashtirib mang deydigan narsa uqum kelib chiqadi. Bu yumshoq detal asonliq millat atalmış asonliq millat degan uqumning hammini sug'urib chiqarib, uning bilan shu Junxo Minzuninki detalsini akirsan deydigan uqum bu.
Bu degan yana birisi bu qattiq o'zining qepini almashdimi, yumshoq detalni almashtirsan deydigan uqum bu. Bu intayin xatarlik uqum bu. Buning xatarlik darajasi nega yurib yetadi deganda, shu uqumning sirtidagi ish harakat qilgan, yoki o'ylangan, yoki muloyiza qilgan har qanaqa odam yana birisi mush qonunga asosan jazolanadi. Demak, buni siqib buning ramkasini texmi tar bir yak ekib qo'ygan, odamlikqa miydiranmaydigan, mayli ideologiya bo'lsin, harakat bo'lsin, har qanday jihatdan miydiranmaydigan holatga akirishniki bir o'lchami, mush 16-modda. Endi 20-moddasida hozir qarab baqsam bir soat ishib ketib buni davomlashtiramiz. To'xtaylik. 20-moddasini nima qilib so'z to'xtaydi, ya. Andan keyin qolganni yana bir soat so'zlasak, menimcha tugatishimiz mumkin. 20-moddasida mandaq bir xatarlik narsa bor-ku. 20-moddasida bu bir nimaningki millatningki bayon deb o'tdik-ku, bu ma'rif jamiyat yoki davlat ish organlarininki qanday ish bajarisidagi yumshoq detalni ko'rsatgan bo'lsak, 20-moddasida shu paydo qilgan xalq huquqi, Junxo xalqi degan xalq huquq, yana birisi Junxo Minzu degan shu huquqni oilaga qanday akirish, oilalarga qanday o'zlashtirish. Bu nemisini buni hukumat boshchilik qiladigan gapkanchi-bu. Hukumat boshchilik qilib, oilaga shu huquqni akirish. Bu deganlik endi nima degan bo'ldi deganda, masalan, bir oilaning ichida masalan, sizningki vatanning ichida yashasangiz, agar sizning 3 bolangiz bo'lsa, 3 bolangiz balkim 3 o'xshamagan yosh guruhida, shundaymi? Andan keyin ularda masalan, birisi boshlang'ich maktab olgan bo'lsa, birisi o'rta maktab olgan bo'lishi, o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Andan keyin albatta o'rta maktabda o'qiyotgan bolangizningki qabul qilish iqtidori boshlang'ich maktabningki qaragan chog'da kuchliroq bo'lishi mumkin. Unda bo'lganda o'rta maktabdagi bolangiz Junxo Minzu degan bir mush millatning qabul qilinish nimasi bilan boshlang'ich maktabningki darsi o'xshamaydi. Chunki bular yangi huquq emasmi? Hammani o'zlashtirib, texim qattiqlashtirib, bir qilib akiyotgan gap. Unda bo'lsa, boshlang'ich maktabdagi bolangiz balkim Junxo Minzu degan mandaq bo'lishi mumkin. Mandaq bo'ldi desa, cho'ngi qo'pab, yo'q. Junxo Minzu degan huquq mandaq bo'ladi, biz mandaq qilamiz deydigan anda o'xshamagan ideya bir oila kelib chiqish ehtimoli intayin yo'q. Unda bo'lgan chaqda to'qinish paydo bo'lgan chaqda ota-ona odam siz qanday qilasiz? Siz kichigini to'g'ri demsiz, cho'ngini to'g'ri demsiz. Siz qaysini to'g'ri desangiz, siz jinoyatchi axloq bo'lasizda. Anda bo'lganda sizni bolangiz arz qila oladi-ku. Mening dadam biz Junxo Minzu manda dedi desa, hech qanday nimasini such qilmay sizni jazolay oladi qonun bo'yicha. 20-moddaga asosan. Demak, bu oilaning ichidagi farzand, ota-ona hammasini bir-birisiga qarim-qarshi akib qo'yadigan, bir-birisiga ishonmaydigan, bir-birisi bilan fikr yurgizolmaydigan, birlik yo'q, mushunaq bir ahvolni shakllantirib qo'yish ehtimoli intayin yuqori. Endi Uyg'ur millatida biz oila hamma narsaniki asosiy turki deb qaraymiz, shundaymi? Agar oilaning ichki qismida mushunday ideologiyaga cho'ng to'qinish, davlat ashni sizning uyingizning ichiga akirsa, shuningki ashna davolg'ushningki bo'lishiga asosiy irtibasa, unda u oila sog'lom oila bo'ladi. Mümkün emas. U sog'lom oila bo'lmaydi. Yana birisi shu bir avlod odam, yana bir avlod odam, oldimizga kelayotgan bir avlod odam. Bular o'zining oldidagi bir avlod odamni qirib mangdigan bu qirg'inchiga aylanib ketish ehtimoli bor. Unda bo'lsa, o'zimiz qiradigan ahvolmi? Mush 20-moddaga asosan paydo bo'ladi. Unda bo'lganda keyingi yetib menayotgan yangi avlod o'zini Junxo Minzu deb atab, u o'ziniki shu huquqni taraqqiy qildirib mangsa, u shu huquq bilan oldidagi
bir avlodni uluvayron qila oladi. Endi aşının özümü odamni cho'chitadigan bir cho'nqur o'yga soladigan ashunaq narsa. Bu yerdagi Xitoychini olsun, bizga vatanni suyish, xalqni suyish deb nayt chiroyli yozilgan. Amaliyotdagi gap shu uqumni oilaning ichigacha singdirib, oila a'zolarigacha, o'zingizning madaniyati, o'zining oilaningki kundalik turmushigacha bu akirish. Bu degan intayin xatarli ish bu. Masalan, yana bir misol aytay mishada. Masalan, biz odatda endi bizning o'zimizning urf odatimizda biz dasturxonda o'tirib tomoq yeymiz. Hozir u dasturxonlarmi bormi yo'qolib, hozir bir ustalga aylanib qoldi-ku endi. Mayli ustalmi deb turaylik. Ustalning ustida agar siz tomoq yegan vaqtida har bir oilaning o'z oldiga urf odati bor. Ana qoidalari bo'ladi. Masalan, sizning uyingizning ichidagi qoida bilan mening uyimning ichidagi qoida o'xshamasligi mumkin. Yoki bo'lmasa sizning qoidangiz bilan yana bir oilaningki o'zininki yetishtirgan bir qoidalari o'xshamasligi mumkin. Lekin umumiy jihatdan biz o'zimizni yana Uyg'ur deyalaymiz. Shundami? Bu yerda umumiy Uyg'urlik va anadan har bir oilaning o'zining ayrim yana qoidalari bo'ladi. Ma qonunga nisbatan aytgan chog'da ashning hammasi yo'qolishi kerak. Süpürüp tashlanishi kerak. Masalan, siz bolangizni masalan yoki polo yegan vaqtida bolam nima qilma ko'z ishlatmay bu qo'shqo'lan polo ye desa, ashning o'zi xato bo'ladi. Bizning Junxan benzu degan biz degandan bu yungquoise deb biz demish ishlatamiz. Ko'z ishlatamiz, chopstick ishlatamiz. Biz qo'shq ishlatmaymiz deydi. Yoki bo'lmasa biz polo yesak qo'limiz yeymiz biz poloni. Biz polo desak sen qo'lingda polo yeding deb sizni arz qila oladi. Uqdingizmi? Andan keyin masalan mayli bizningki endi hozir mening faqat mening farzim biz tomoq yeganda bismillah deb tomoq yeyishni boshlaymiz, shundami? Ashun bir qoida-ku bizning. Bismillah deyishga ruxsat yo'q bundan keyin. Bu Junxan menzudagi uqum sizning bismillah deyishingizni bu butunlay oyning ichida yo'q deydi. Agar siz bilib bilmaysiz bismillah deb solsangiz shu nimaning tomoq ustilining ustida bolangiz sizni arz qila oladigan ahvol kelib. Bolangiz sizni nima qiladi-chu? Dada sen mada desang bo'lmaydi. Sen qonun xilof qilding deb sizni shu yerda bo'g'alaydigan bir ahvol chiqadi. Unda bo'lsa bola bilan otaning o'tirsida yoki bo'lmasa ota-ona bilan bolaning o'tirsa kimning huquqi cho'ng bo'lgan bo'ldi bu yerda. Bu bir turmushda bir oila qurilmasidagi qalaymaganchilik kelib chiqadi-chu. Albatta bu nimaniki bu yoshlarningki buning ideologiyasida bu chunki u yoshda ishni qabul qilib uni o'zlashtirib ma'nolaydi. Oldin nima masalan bizningki davrimiz yoki bo'lmasa uningkidan cho'nglarga nisbatan aytgan vaqtida. Anda xo'nikin yoshlar cho'nglarni boshqaradigan ahvol kelib chiqadi. Bu bir jamiyat qalaymaganchiligi. Oilani vayron qilishninki eng oddiy oson usuli bu. Shunga oilaning ichida bir-birisiga desakchilik qiladigan, bir-birini kuzatadigan yoki bo'lmasa bir-birisiga hujum qila oladigan oila birligini yo'qotib etgan mushunaq bir ahvol dalmish 20-moddaga kelib chiqadi. Misha to'xtatamdiq. Bo'ldi, mishada to'xtaylar. Rahmat. Bu jihmod ekan 8-dan boshlab so'zlardan hozir 20-ga 21-ga keldik. Deganimizda endi shu har qatlamli programmada shu har bir moddalarni bugun tushundirib mana shu qapqasini savollar orqali kuchaytirib xalqimiz bir sunib qo'ylik. Bu bir millat uchun bir xizmatda o'zini Xitoyning bizni qurpaga qiltaqlar qanday qiltaq. Qanday qilib Nayt isil qurilgan qiltaqchi. Mush qiltaq orqali bir xuddi beliq sizdigan bir to'rga o'xshashgan bir narsa. Yana bir qatim bu to'r silinganda bu to'rga kim ilinib chiqdi, yana qanchalik bizning xalqimiz vayron bo'ldi. Bu biz o'zimiz o'ylab baxmagan misli ko'rilmagan darajada ham cho'nqur ham kangchi.
Aşı adamni biz hammamizni qayda buncha cho'chishimiz to'g'ri bo'ladi. Biz hozir cho'chimayotimiz. Mening eng afsuslangan yerim shuchu. Biz cho'chimayotimiz, biz diqqat qilmayotimiz hozir. Biz diqqat qilmadik, lekin Tibetlar bunlar cho'ng dunyo harakatiga birinchi kun dunyo harakati namoyish oralashtirdi. Bular Amsterdamda shu namoyish qilgan chaqirgan bizman ba'zi Uyg'urlar bilan. Hepsin bizlerinde dünya hareketiga qarshi Tibet bilan birga turib namoyish bo'lmadi. Siz qattiq ifodamizni bildirsak yaxshi bo'ladi, amaliy harakatlar orqali. Anondan balkim mana oldimiz nima 21-moddasidan tortib so'zlagan vaqtida bu masala to'xtalib yana bir alayda bir nuqta bor. Mushu 20-moddani qo'llab, quvvatlab, taqimi kuchlantirib beradigan. Bu ma'rif masalasida hukumatninkichi hukumatninki bu noidajlik hukumatkichi umumlashtirgan ishgajimi. Hatta noidajlik hukumat balangni uyingizga kelib balangizni sening balang bak Uyg'urchada tarbiyalanib ketibdi, nimaning Junxo Minzu degan o'ziniki cho'ng millat nemisda ideologiyasida yetishmay yetibdi, balangni akitib biz sana ayrim tarbiyalab beramiz, yataqlashtirib deb balang hukumat kelib uyingizdan balangizni akitalaydigan ashna huquq chiqib bo'lar ekan. Uningga siz qarshilik ko'rsatasiz. Siz uning qarshilik ko'rsatsangiz, sizni qonun bo'yicha jazolay oladi ekan. Ana bu hozir Tibetliklarninki tutayotgan nuqsa dal shuchu. Tibetliklarda yataqlashtirib o'qitamiz deb millatni juyish, kallani juyish yangi bir davr o'zini Tibet debmi sanayolmaydigan, o'zini Tibet desimi, o'zining Tibet degan hukm aslidagi Tibet hukm bilan o'tirishlik farq intayin cho'ng, ashunaq bir davrni yetishtirilgan bolalardan 1 milliondan ortiq bolalar bor. Atamizdan 6 yosh, 8 yosh ashunaq kichik tortilib, julib akitilib, ashuna yataqlashtirib, ashuna Xitoy uni beqib cho'ng qilib, ashuna nima qilib yetishtirib menayotgancha. Bizdami ashunaq ahvol bundan keyin paydo bo'ladi. Hozir bu Tibetliklarninki Birlashgan Davlatlarning ichiga akirayotgan eng cho'ng bir masala dal shu. Bizni mushuni yataqlashtirib o'qitib, mushuni asos qilib turib, bizningki butun millatni mushu assimilyatsiya qilib yo'qotadi deydigan mundaq bir hukmni bu intayin yaxshi o'tir qo'yotadi. Biz hozir uni biz o'ylab yetaman. Biz amaliyat bu bo'ldi. Biz lagerni asos qilib turib biz 940 ming hisobladik, shundaqmi? 1 millionga yaqin bolalarninki igichaqsiz xonavayron bo'lib ya nimaninki yetim yesil boqadigan maktabga yoki bo'lmasa hukumatning qaramaydigan maktabining ichiga yoki bo'lmasa ko'chada qolgan bolalardan 1 milliondan ortiq bolalar bo'lgan shu chaqda hisoblagan biz. Hamda ashuningga hozir kendim qilsak, hamda hozir 2026dan keyin u nomer 2 ishmayishi mumkin. Uni hukumat qonun bo'yicha uyingizga kelib bolangizni akitalaydi bundan keyin. Shu maktablarga qo'yib qo'ydi. Shu maktablarda o'zining hukumat tomonidan maktablarda butunlay xitoylashtirib, shu cho'ng millat, bir millat shu hukmi bilan cho'ng qiladigan undaq ahvol kelib chiqishi mumkin. Uning siz yo'q deyamaysiz. Mesela yataq maktablar burunli qurilib ekan bu bizning vatanda maslamash Oqsuv Spenda ishlayotgan mezgilda 2002-yilnisi shunda esli borda va haqiqatan 3-4 bang chiqatdim-da hamda uyga. Aşağıda Oqsuvdan 3-4 bang o'tiradi, ana Oqya deb bir yana shunday bir cho'l jezi bir yerga ketib olsak, o'sha bir necha kichik bolalar mashina to'sdichi hamda. Cho'ng odam bilan o'tirib mashinada to'xtadi. O bolaning ustida misalqa somkunlari bor. Ana mashina chiqqandan keyin o bola gap so'rab boqdi. Bu yerda qanday böyle qarsak bir atrofda nima yo'q. Bu yerda nima ish qilsizlar deb so'rasak, bu bolalar shu yatoq maktabda o'qiymiz biz. Anglab hayron qolib qolgan-da, bu yatoq maktab bu. Sinfda o'zing turish nimalarda yezdi kantlar maktab yo'qmi desak, burun boti hozir buning hammani yig'ib bir tutash qilib, ma'lum bir shu Bo'ngshi qilaki, nimaga kant qilaki yig'in chaqirib aşağıda haftalik dushanbadan juma kunigacha nimada qildi ekan? O'qiydi ekan aşağıda yatoq maktablarida sham yashil ota-onasiga qaytadi ekanda bu bolalar. O'sha maktablar
ekan şu mezgiller. Bu bir mezgil gulgulu oldu. Şu vaqtda biz mashina mangash oturapti. Hani o mezgiller biz bunu bekkelip iniş şekilde oylab ketmeptik bunu bulmagan ekende. Hazırda oturup o Tibetlen bu narsa bekar yataq maktabda begalık dağdıq qilib nurg'un maqolalar chiqdi. Shu o'qib jarayon o'tirib o'ylab baqsak, biz buni 20 yil ilgari bor ekanda bu narsa. O 20 yılın aldıda bağ narsa, mesela Tibetlikninki de 1988 yıldan tatip o yol qoyulgan narsa. O Tibetlikninkiga qaragан chog'da bizningki sal kiyim aslında. Tibetninki 10 yil sınaq qildi, g'alaba qozongandan keyin ana bizningki atalmış Şinjan Avtonom rayoniga keldi o siyosatni. Andan keyin bizning rayondagi o yataqlashtirib o'qitish meningki yadimda qilish 94-yil boshlandi. Yani ishkirga yo'tkab Neydi Gavjung deb bir hukm chiqdi-ku shu chog'da. Alayda ballarni hatto shunchalar tas intamda o'tkazib hatto ballarni avatadigan ashna bir atva bir narsaga aylantirib ashna tashviqni boshladi. Bu tashviqmi intan yomon narsa-ku. Ana bu bizningki xalqlarimizdimi balam shu ishkirdagi o'tir maktabda o'qish kerak. Bu intamiga qatnashgan odam 200 o'quvchiga uningda aran 30 tanlabdi, 20 tanlab mening balam tanlana oladi deb noyda o'zini atvolib ulug' hisoblab, balasini noyda aqlli hisoblab, shu 12 yoshli bolalarni avatib bergan shunaqa ota-onalarni ko'rganman shu chog'da. 94-yil u degan, 94-95 ning gaplar. Men shu chog' o'ylagandim, tövbe. Biz men shu vaqtida o'zim nimada Tianjin o'qiyotgan vaqtimda Beijingdagi Tianjinga ashna borgan, ashna o'quvchilarni ko'rganman. Ko'rib, andan keyin men bir kichik bolalarni ko'rib, nihoyat ichim siyrilib ketgan zodi. U bolalar manqisni aytolmaydi-da. Kiyimini joylashtirib kiymaydigan ashna bolalar. Shularni shu yataqlashtirib o'qigan. Bu tasodif bir nimada biz bir ko'rishadigan bo'lib, men birisi bilan bir oilasi bilan bir xalt avatibdiki, shu xaltni olib berman deb berib, och bolalar bilan ko'rishib qoldim. U bolalarni asan ko'rolmayotgansiz. U maktabning o'qituvchilariga deb, anandagi u bolalarni sirtga chiqib ana ko'rsatgan sizga. Shu bolalar qarab mushlar 12-13 yosh shu vaqtida. Eng ota-onaninki shu nemisi boshqurishiga, ota-onaninki mehriga, o'zininki rasmiy men kimu deydigan kimligini turg'izayotgan bir mezgil. Shu vaqtda ota-onasini arib ashak o'qisa, ma bolalar o'zini nima deb cho'nglar keyincha. Yani 5 yildan keyin shu yana o'zining rasmiy Uyg'urligini men Uyg'urdim, ota-onam mandaqdi, andaqdi deb o'zining madaniyati, o'zining oilasi bilan bo'lgan aloqani qandaq mustahkamlamış bolalar. Nerede turib o'zini nima deb biladi deydigan savollar shu chaq tug'ilgan. Hozir hamda o'ylab baqsaq, bu narsa muntizimlashib ketdi. Ma qonun o'tirib qo'yilgandan keyin u yosh texim kichiklaydi. 6 yoshdan boshlanishi mumkin. Shu noyi darajalik o'rinlarda, masalan, chunki qonunniki eng vahshiy yeri noyi bilan markaziy hukumat bevosita aloqa qilib birlik sap tuzib ishlab yo'l qo'yayotgan qoida qonunchi. Mushu qonunga asosan uyingizdagi 6 yoshli bolani akitib biz yataqlashtirib o'qitib bundan keyin biz tarbiyalaymiz desa siz yo'q deyamaysiz. Ma'u narsa shu ko'limini yataqlashtirib o'qitish, kollej bu ko'limni g'oyat zo'r kengaytiradigan bir narsa bu. Buni biz Uyg'urlar shuni deyman-ku, biz nima uchun o'ylamayotimiz biz hozircha. Qalimiz silkinmayotdi. Buni biz hozircha buning nemisiniki ta'sir kuchini qanchalik zo'rligini biz bilib yetamayotimiz. Lekin Tibetlar buni bilyotdi. Tibetlar buningdan bizdan 10 yil oldimizda-da, buniki tajriba maydonga aylanib, bular o'ziniki hozir aks ta'sirini hozir ko'ryapti, qanaqa bo'layotganligini. Shu misha to'xtatayli, andan keyin atida yana bir nima qilib 21 nuqtadan tortib amal bor tugutishga tirishayli. Bo'ldi. Rahmat hamsa, hurmatli qarindoshlar, bugun mana bu Xitoyning 7-yanım birdan boshlab qonunlashtirgan, ijro qilgan Millatlar Ittifoqini ilgari surish qonunidagi asosiy moddalar bo'yicha mana tafsiliy so'zlab tushundirdi. Bunun uchun Nurgul xonimga rahmatimizni aytamiz. Xitoy hukumatiniki
bizni butunlay yo'q qilish, ruhimizni tegishtirib, jismimiz bir inson ruhimiz butunlay xitoylashtirgan mushta tuzaq qanday qurganligi hammasi dalil faktlarga aniq o'tirib qo'yilgan mana bo'lgan bir qism tushundirdik. Yana tushundirsak balki yana bir ikki qatimli programma qilishimiz mumkin. Uning keyin yana bu programma haqida aniq ayirib o'rlashtiramiz. So'ngqa kelar qatim buning davomini qilamiz. Bugun programmamiz bir şey bo'lsa, Allohning rahmatiga rahmat. Uyg'ur Choyxona suhbat programmasiga YouTube'dan ergishib olinglar, taqib qo'yinglar, xalqimiz ko'rsin, bilsin. Xitoy hozir hamda Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikni yer yuzini yo'q qiladigan, Uyg'ur degan millat butunlay yo'q qiladigan narsa qonunlashtirgan qonun moddalarida nimalar borligiga diqqat qilib qo'yaylik. Rahmat, biz bir şey aqlash kerak, sanab qilishaylik.